Xudo xolasa buni YouTube'ga, Instagram, TikTok'ga buni videolarni qo'yib bordik. Albatta buni nomi nima deb o'ylasalaring, bu ko'chatlarimiz nomi Yijavika deyiladi. Biz oldin uni ko'rib shod ekanmiz. Bu maymunjonning katta sorti bo'lar ekan. Oldin ariqlarni, soylarni bo'yida o'sib yotardi, qora kichkina. Shuni katta sorti ekan. Bu Rohnes degan sorti mana tikoni yo'q. Boshqa maymunjonlarda Yijavikalarımızda tikoni bo'ladi. Bunda tikoni yo'q. Bo'yini ham qaranglar, mana bularni sotuvini xudo xolasa qo'yib qo'ydik. Bizga aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Mana bo'yini qaranglar. 100 mingtagacha xudo xolasa, xudo sharmanda qilmasa 100 mingtagacha ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Bo'yini qaranglar mana. Bo'yini. Keyingi yildan xudo hosil berishni boshlaydi. Gektariga 2000 donadan ketadi. Ikkinchi yili 5 kilo 10 kilo qiladi. 3-yil 4-yilga o'tganda kamida 20 kilodan 30 kilogacha meva hosil soladi bular. Kilosi hozirgi paytda 2 dollar, 2,5 dollardan sotilyapti. 20 kun oldin 3 dollar, 3 dollar 20 sentdan meva sotilgan. Xudo xolasa pastdan nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Quvali dehqonga obuna bo'lib, like bosib, mana ko'chatlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'yini ham qarang, meni bo'yimdan ham baland bor. 2 metrga chiqibdi. 1.80. 1.80 bo'pti mana. Buni bo'ylari. Buni qaranglar, o'ta ko'p holatda. Dahshat mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chatlar dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Like bosib, ko'proq repost bosib jo'natuvlar. Tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Kommentda yozib o'tib ketasizlar, qanaqa fikrlaring bo'lsa, albatta fikrlaringizga biz javob berib o'tib ketamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Quvali dehqonga like bosamiz.